أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر o'tgangi darsda musofir kishi bir joyda bir yurt yoki bir kent yoki bir yezida 15 kun va uningda ortiq turishini aytib qolsa muqim hukmi to'lab to'liq o'qiydi degan. Ya deydi uningda oz turishni niyat qilib qolsa musofirning hukmida yani 2 rakat qasr qilib o'qimayverdi. Va in tala muqamuhu niyat qilishda 15 kundan oz niyat qilib lekin ketaman deb uzun turib ketib qolsa atamama o'g'imama yo aeroplan to'xtab ketgan yoki muzoga chiqqan mashina bo'lmagan bunda ahvoli bo'lib qolsa yoki o'rin chiqmay qolgan sigir taqilib ketgan bunda ahvol bo'lib qolsa uzun turib ketsimi musofir hisobida qasr qilib o'qiyverdi. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'ta 20 keç qongan, 20 kechi jarayonida namozni qasr qilgan. Ba'zi rivoyat 19 kun, ba'zi rivoyat 20 kun degan bo'lishi mumkin. Wa an Anas قال أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوس 9 أشهر يقصرون الصلاة. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba kiramlari Sus degan Xuzistondagi, hozir Irondagi Sus degan joyda 9 oy turib qolgan. Jihad uchun borgan vaqtida bir qal'ani muhosir qilib, yo shu Sus degan joyni muhosir qilib 9 oy turib qolgan. Shu jarayonda namozni qasr qilgan dedi. Bunun başqa sahabe kiramlardan kelgan bunda rivoyatlar xil ko'p. Ba'zi bir joyda 6 oy turib qolgan, mancha oy turib qolgan deydi. İmam Tirmizi debdi va bunasida bab ma jaa fi kam tuqsaru salatu ajma'a ahlul ilmi ala anna lil musafiri an yaqsura ma lam yujma' iqamatan wa in ata alayhi sinun. Bir necha ayda turib ketsimi, esa turma deb niyat qilgan ekan qasr o'qiyverdi deganligida ulamolar ijmo qilgan debdi. Qala wa man lazimahu ta'atu ghayrihi kal askari wal 'abdi waz zawjati yasiru musafiran bi safarihi muqiman bi iqamati. Boshqalarga itoat qilish kerak bo'lgan, boshqalarning boshqurishi ostida bo'lgan askarlar, qul, malay va xotin bolchaqalar shu beshininki safar qilish bilan musofir bo'ladi. Turish niyatini qilish bilan muqim bo'lib ketadi. Chunki bular niyat qilsa-mu, ma'ada bilan o'pmagan bo'lg'achqa. Li'annahu la yumkinuhu mukhalafatu. Yo'q, men niyat qilgan, amanchilik turdim demaydi bular. Qala wal musafiru yasiru muqiman bin niyya. Musafir kishi niyat qilish bilan muqim bo'lib ketadi. Niyat mishadazir, safar qilmayman, bo'lmasa muqim turma degan niyat. Lima bayyana degan ishorat wal iqamatu bin niyya va bidukhul vatani degan shu tahlilga asosan illa al askara idha dakhala dar al harb aw hasara mawdi'an. Faqat mujohidlar, askarlar dushmanning diyoriga kirib qolsa, fath qilish uchun yoki biror joyni muhosirga olsa, qo'rshovga olsa, bunning niyati hisoblanmas. Niyat degan gapning o'rni yo'q. Lianna iqamatahum la tata'allaqu bi ixtiyarihim. Chunki bularning bu yoqda turishi bularning o'z ixtiyorligida emas. Liannahum chunki bular law nawaw al-iqamata turimiz deb niyat qilib qolsa-mu, thumma nazamu ya yengilish bo'lib qolsa, ya chekinish ahvollari yuz berib qolsa, insarafu fala tasihhu niyatuhum. Niyat qildik degan bilan yengilib qolgan holda chekinishga majbur. Navnikin bunning niyati hisob bo'lmaydi demoqchi.
Yani turush tumasqa o'zining qo'lida emas. Qala wa niyatul iqamati min ahli al-akhbiyati sahihatun. Ahlul akhbiya shedirda yashaydigan xalqlar. Xiba bizda masalan qirg'iz qozoqdek. Yani kal akrad va turkman dedi. Kurdlarga o'xshash, turkmanlarga o'xshash, arablarga o'xshash. Fi sahra val kala. Bular sahroda, cho'llarda yaylaq izlab yuradiganlar. Bular ketib mushu yaylaq bakemishada, suv bakem, o't bakem, mishad 15 kun turimiz deb qolsa, niyat hisobda. Xuddi shaharda yashaydiganlar bir kentda ya bir shaharda o'sha 15 kun turmizga o'xshash. Va li annahu mawdi'u iqamatihim 'adatan. Yani bir tarafdan deyishki bo'ladi-ki, ash joy ularning odat turgan joyi shu. Fa huwa fi haqqihim kal amsari wal qura li ahliha. Demak, u ash kishilarning haqqida, ash ko'chman xalqlarning haqqida xuddi bizga nisbatan shahar kentlarga o'xshash. Qala walau nawa an yuqima bi mawdi'ayn la yasih. Ishkishada turman deb niyat qilib qolsa, to'g'ri bo'lmaydi. Chunki iqomat qilib turishningki bir sharti joy bir bo'lishi lozim. Bir odam ikki joyda tura olmaydi bir vaqtda. Ya ikki joyda qo'na olmaydi deganda. إذ لو صح في موضعين لا صح في أكثر. Chunki ikki joyda muqim bo'ladi deb qolsak, ikki joydan ko'proqdan muqim bo'lsa, va annahu mumtani'un. Ikki va uningdan ko'p joylarda bir vaqtda unda qo'nolmaydi. Deganda ikki shaharda uyi bor kishi bo'lib qolsa, yaqin ikki shaharda masalan. Hozir o shaharlar jiroq o'smay yaqinlab ketdi. Ikki shaharda uyi bor, ikki ayoli bor. Ikki shaharning oraliqida qanday tijorat qilib turgan kishi bo'lib qolsa, ikki shaharda muqim hisoblasak bo'ldi. Bir vaqtda ikki shaharda qo'nmasimi, anında bir kun, manda bir kun, anında 2 kun, manda 3 kun bunda qo'nadi. İlla an yabita bi ahadihima. Faqatlam ikki shaharning birisida qo'nab qolsa, fatasihhun niyya. Ashu qo'ngan joyda shu turish niyati shu to'g'ri bo'ldi. Yani qo'ngan joy shu iqomat qilib turgan joy shu demakchi. Lianna mawdi' al-iqamati mawdi' al-baytuta. Chunki iqomat qilib turgan joy shu qo'nadigan joy shu. Ala tara anna as-suqiyya yakunu fi an-nahari fi hanutihi wa yu'addu sakinan fi mahallatin fiha baytu. Qaramamsan deydi. Bozorga chiqib tijorat yoki bir shovqat qilgan kishi kunduzi do'konida bo'ldi. Ondan turadigan, qo'nadigan shu uy va mahallada muqim turadigan kishi hisoblanadi. Undan keyin uy va joyda muqim turadigan kishi deb qaraymiz. Lekin do'kon oyada muqim turadigan kishi demaymiz. Do'konga chiqib borgan. Qala wal mu'tabaru fi taghyir al-fard qasran wa itmaman akhir al-vaqt. Yani bu vaziyatda namozdanki gadanga vojib bo'lib ketadigan vaqtini namozning oxirgi vaqti dedik. Oxirgi vaqti bir qarashda namozning farzini o'qib olishlik vaqt qolgan chog'da gadanga vojib bo'lib ketadi. Yana bir qarashda quloq qoqchilik vaqt bo'lsa, gadanga vojib bo'lib ketadi shu chog'da degan qarashi bor. Oxirgi vaqti farz bo'lgan chog' shu, ya'ni gadanga vojib bo'lib ketadigan vaqt shu desak, qasr qilish yoki to'liq o'qish masalasida shu oxirgi vaqtni hisoblaymiz. Mesela oxirgi vaqtda, mesela peshimning vaqti 10 minut qolgan bo'lsa, shu 10 minut qolgan chog'da musafir bo'lib qolsa, 2 rakat o'qish lozim. Shu chog'da muqim bo'lib qolsa, 4 rakat o'qish lozim. Shafiy mazhabda avvalgi vaqt deydi. Dastlabki vaqtni hisoblaydi. Lianna al-wujuba yata'allaqu bi akhir al-vaqt. Ana fi mazhabda vojiblik vaqtning oxiriga yetishlik. Biz bu masalani bir bayon qilib o'tib qo'ygan. Hatta law safara akhir al-vaqt qasara. Shunga qayna bo'lg'achqa vaqtning oxirgi paytlarida safar qilib qolsa, namozning vaqti chiqishga bo'lsa 10 minut qolgan chog'da safarga otlansa, qasr qilib o'qiydi. Shu chog'da musafir bo'lsa, qasr qilib o'qiydi. Yo'q, namozning vaqti kirgan chog'da men muqimtim, hozir safarga ketayotgan bo'lsammi, to'liq o'qishim lozim demaydi. Asas sebebi olamo namozning vaqti chiqishga 10 minut qolgan chog'da balog'at kelgan bo'lsa, namoz vojib bo'ldi.
Hayızda ayol namoz vaqti chiqishga 10 minut qolganchaqda pak bo'lsa o'qishi lozim namoz. Namoz vaqti chiqishga 10 minut qolgan bo'lsa, kasal bo'lgan bo'lsa, bo'ldi keyin saqaygan chaqda u namozni o'qimaydi. Yo'q, namoz vaqti kirgan chaqda men 1 soat 2 soat pak holat yetdim degan gap. Mushu munosabat endi jiq masala chetiladi. وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم. مسافر kishi namozning oxirgi vaqtida shaharga yetib kelib, uyga kelsa, to'liq o'qiydi. Lima bayyana lianna al-wujub yata'allaqu bi akhir al-vaqt. Agar yo'ldagi vaqt bilan kelishdan avval namoz vaqti bo'lgan bo'lsa, shu qasrga o'qidi. Lekin bo'ldi katta. Qasrga o'qisa bo'ldi katta. Lekin o'qimagan bo'lsa, uyga kelib bo'lgan bo'lsa, namoz vaqti taqib bo'lsa, to'liq o'qiydi. Uyga 5 minut qolgan chaqda shu uyga bag'icha musofir. Ha. Uyga kelib bo'lgandan keyin ya shu shaharga kelib bo'lgandan keyin deylar. Uyga bag'olsa tujiyasi namoz o'qishdan afzallik yaqin faysal burun o'qog'in yaxshi. Afzallik shu. Çünkü uyga borsa, balcha qilib yonishib, odam so'rab shunlarni o'qimay qilishi mumkin. Qala: "Va la yajuz iqtida'ul musafir bil muqimi kharij al vaqt." Musafirning muqimga iqtido qilishi albatta kharij al vaqt demaydi. Lekin fil vaqti desak, namozning vaqti bor. Ketmagan chaqda musafir muqim musafirga iqtido qilsa bo'lardi. Bunda talash yo'q. Lekin talash afzallikda. Kim kimga iqtido qilishi afzal deganda balkimda ba'zilar muqim musafirga iqtido qildi o'sha afzal deyish mumkin. Makka fathida Rasulullohga iqtido qildi shuni, ammo biz bu to'g'riliq bahs qilgan. Endi namoz vaqti chiqibdi. Musafirmi vaqtida o'qiyolmagan, muqimmi vaqtida o'qiyolmagan holatda bo'lib namoz o'qiylar debdi. Bunda ahvolda muqim kishi musafirga iqtido qilsa bo'ldi ekan. Lekin musafir muqimga iqtido qilsa bo'lmaydi. Li taghayyuri fardihima. Chunki ularning farzi bir-biriga o'xshash emas deydi. Va qad taqaddam degan bina'ul qawiy ala daif la yajuz degan masala. Bu qanday olib bina'ul qawiy ala daif bo'ldi? Dal musafir bil muqim. Mesela dal vaqtida musafir muqimga iqtido qilsa, musafir muqimga iqtido qilgandan keyin bu oxir qadar birga o'qib to'liq o'qish lozim. 4 rakat o'qish lozim. 4 rakat o'qish vojib. Lekin vaqti ketgandan keyin buning farz bo'lgani o'qish kerak bo'lgan 2 rakatlar. Ya'danga ortilib qolgan 2 rakatlar ortilib qoldi. Yo'q, muqim iqtido qilsa 4 rakat o'qiydi. Muqim iqtido qilsa 4 rakat o'qish kerakdi. Lekin vaqt ketgandan keyin unda emas. Hozir ikkisini farqlantirdi. Vaqt ketgandan keyin Ya shu hozir buning farqini bayon qilib berdim. Chunki 2 rakatdan keyingi o'tirish qodul avval musafirning haqqida farz yoki rukn deymiz. 2 rakat o'qish kerak. 2 rakatni shunda sajdadan turgandan keyin o'tirish lozim. Ondan keyingi 2 rakatda keyingi 2 rakatni buning nisbatan ma'qul nafl deydi. 2 rakat farzdan hisob bo'lsin, o'ttirdan farzdan tamom bo'ldi. Undan keyin 3-rakat qo'yib kelsa, 3-4-rakat nafl bo'lsin desak, Hanifi mazhabda naflning 3-4-rakatini qiroat qilish vojib. Shundaymi? Naflda vojibdir. Farzda zodi keyin tuqadim o'qimaydi. Undan keyin imom qarasak, imom 1-2-rakatda qiroat qilgan bo'lsa, qiroat qilishini zodi shu Hanifi mazhabning shu kitobda bayon qilgan qarashida al-qiroat fil rakatayn ulayn dedi-ku. Endi 3-4-rakatda xolsa qiroat qiladi, xolsa jim turdi, hozir tasbih aytdi-ku. Undan keyin qiroat qilish 3-4-rakatda imomning haqqida mustahab yoki joizdek bir ish, musafirning muqtadining haqqida farz bo'lgandan keyin
çatak çıktı. Hazır ma'u binal qavi Allah daif bo'lib qoldi. Imomninki mustahab ya joiz deb qarasa, meniki farz vojib. Yo'q, vaqt ichida bo'lsa, bu 4 rakatni to'liqlab o'qish vojib dedik. Ashundan bo'ldi ketdi. Bundan vaqtning ichida o'qsa, 2 rakat belgilangan farzni 4 rakat o'qishga kamchilik bor. Lekin vaqt ketgandan keyin pechat urilib, yezib bo'lgandek, uni o'zgartirib olmaydigandek emas. Bu o'tildi bu. Endi hozir o'qsa, 2 rakatdan xuddi uni medilat olmaydigandek ahvol. 2 rakatni tashahhudda o'ttamasa, kim bo'ldi? Namozda buzildi degan gap chiqdi. Tashahhudda o'tadi desak, at-tashahhud fi haqqil musafir fard yoki rukn, muqim imomning haqqida sunnat. Undan keyin ikki tarafdan musafirninki qaviy, imomninki daif bo'lib qoldi. Undan keyin bu binoul qaviy al daif bo'ldi demoqchi yana. Asli nafli bo'lishi kerak-da. Lekin ay binoul qaviy daif bo'lg'achqa nafli bo'lmaydi, ixtilo qilsang bo'lmaydi tegidan deb tushdi. Az ixtilo qilsa bo'lsa, ondan nafli bo'ldi. Az ixtilo qilsang bo'lmaydi dedi. Yo'q, na tushunishlik. O'zining qoiz bo'yicha doim mantiqiy kelyotdi. Ya'ni shu retinlik keldi. Hozir musafirning muqimga vaqt ketgandan keyin, ya'ni qazo qilishimizda ixtilo qilsa bo'lmaydi dedi. Nima ish bo'lmaydi dedim shunama. Chunki Hanifiy mazhabda manda. Madin manda kasil chiqdi. Buni binoul qaviy daif degan chetaqqa desaydigan ish bor, shu bo'lmaydi dedi. Ham qanda binoul qaviy daif bo'lib qoldi bunda. Nerede bor ekan bu binoul qaviy daif? Qayziyatdan desanglar, birinchi tashahhud masalasi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qiroat masalasida ma qaviy ma daif deb uning sababini aniq ko'rsatib qo'ydi. Musafir namozning vaqtida cho'dirga to'g'lanmasa, kengish kirgan naflondan Ya şu tiyidin adı ihtidakısı bulmadı dedi. Bulmayız adı. Nakışı bulmayız. La yecüz yani ki. Ya namaz vaxtıda tötürken okusu buldu. Ha, şikirket nebde salınamdı. Ya ki tötürkte şu parizgi salınıp gitamdı. Yani bu çağda şikirket pariz kılgan bozun tötürket bunda tolup okusan, meyler okusayat, azarçılık var yemen çıkıdı. Lekin namazın vaxtı ketdi, buldu bununla jo'shtirib, ishni bo'g'ab, to'midetdagi shuni ishga ketib, ezib ketib qoldi. Ezib ketgandan keyin uni 4 rakat o'qiyman deyolmaydi. Ya'ni 2 rakat yoki 4 rakat, yo'q vaqtda qilib 4 rakat o'qimaydi degan chog'da 4 rakat o'qisa 4 rakat hisob qildi. Vaqt ketgandan keyin 2 rakat lam gardinda qilib qolgan. Ma'qul. Bunu 2 rakatini farz hisoblaylar, 2 rakatni nafl hisoblaylar desak, ya'ni kashil chiqdi. Kashil chiqqandan keyin unda hisoblab bo'lmaydi dedi. Bu Hanifiy mazhabiniki qarash ekan. Buni qabul qilsanglar, qilinglar, qilmasang, qabul qilmaysan bo'ldi. Majbur taqdirash yo'q. Bularni kallasangda bak ishgachga, na jinska o'ylab, qo'lashmay qoldi, yero'zi qo'lashmadimi ya, ma bizimizda qo'lashmay bo'lmaydi deglik. Boshqalar bularda da ketavergan bo'lishi mumkin. Biraz siganda bo'lsa, Hanifiy mazhab boshda necha qoidani yutib qo'ydigan, yutib ekan, miyakilib, bu bo'ldi deb qolsa, biraylar qilib, bu ma'lum nazarda bu qo'dillar farz tursa, ma'noda qiroat vojib tursa, bu bilan qayoqlarda bulaqqa mumdorsa, qoldigan. Belki gap qo'yib ketgan bo'lsa, bir so'ng shunda da qo'patdinglar. Ha? Hozirgi ruxsat ashuratlar namaz ichida. Namaz vaqti. Namaz vaqti bo'lsa, Rasulullohning ash qilgash balki shu chaqda mayli ekanligini ko'rsatishi mumkin. Yoki bunday desak mumkin. Vaqtda o'qisa desa, vaqtdan oxirgi vaqtda o'qishni o'tirib o'qigan bo'lsa, taha lam tatallaq al-wujub unda emas. Danki oxir unda bir bekitlikka ahvol yo'q. Shu chaqda 4 rakat o'qsin mayli degan bir azarchilik bor. Danki 4 rakat o'qitdi, lekin 4 rakat o'qisa unda ixtiyor yolg'iz o'zi o'qib 4 rakat
o'qisa degan gap yo'q yana. Sen muqimga iqtido qilib qolsang, inna jo'alal imom tammabi fala taxtalifu alayhi deganga asosan agishing vojib degan jihatdan. Do'msi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musofir holatda ishkirkat o'qigan. Ya'ni jamoat Makka aholisi bo'lsa 4 rakat to'liqlab o'qigan. Bizga kitoblarda mushu masalani unda tushuntiribdi. Chunki musofirningki farzi ishkirkat muayyanlashib ketdi. O'zgartirib bo'lmaydigan shaklda ishkirkat kutilib ketdi dedi. Nima bilansa muqimga iqtido qilsin o'zgarmaydigan darajada bo'lib ketdi. Esa vaqtida iqtido qilgan bo'lsa o'zgartish mumkin-da. Hozir o'zgartirib bo'lmaydigan holatda. Shuna birinchi o'tirash musofirning haqida farz bo'ldi. Musofirning haqida farz bo'lgan ekan, bu nima deb iboratda iqtidoul muftarid bil mutanaffil. Farzni ado qilayotgan kishi farz tashahhudda o'tadi bu imomi nafl tashahhudda o'tiraqlar. Farzni qilayotgan kishi naflni qilayotgan kishi iqtido qilgandek bo'ldi dedi. Shu o'tirishning o'zida imomlarimizning qarashida binal qawi al-daif la yajuz degan qoidasi bordi. Undan kim bu bo'lmaydi. Albatta 3-4 rakat qiroat qilish masalasi yana shunda. Qala fa in iqtada bihi fil vaqti atamma as-salat. Shu vaqtning o'zida namozning vaqtida musofir muqimga iqtido qilib qolsa namozni tamomlab o'qiydi. Imom 4 rakat o'qigan ekan, keyingi musofir kishi 4 rakat o'qiydi. Li'annahu iltazama mutaba'atahu. Chunki iqtido qildim hozir imomga degandek yoki mush imomim deb niyat qilgan bo'lg'achqa agishi lozim. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم وصيرورته متابعا أن يصلي 4. قندا قيغان چاغدا bunun agashgan bo'ldi olsa 4 rakat o'qisa imomga o'xshash to'liq agashgan bo'ldi. O'z vaqtida vaqtning o'zida qilsa 2 rakat farzni 4 rakat o'qsam mayli degan bir holat bordi. 4 rakatni farz deb bunda qaraydi. Vaqtning o'zida. Chunki shuning haqida 2 rakat farz deganni muqimga iqtido qilib qolgan holda 2 rakat 4 rakatga o'zgartira oladi degan bir ruxsat bor ekan. Lekin bu binal qawi al-daif emas. Qala fa in amma al-musafir al-muqim sallama ala rak'atayn. Musafir kishi imom bo'lib, muqim kishi jamoat bo'lib qolsa, musafir muqimga imom bo'lib qolsa, musafir imom 2 rakatni o'qib bo'lib salom berdi. Li'annahu tamma fardu. Chunki bu farzini tamomlab bo'ldi. Ham imom bo'lgan keyin birisiga agishish majburiyati yo'q, o'zi erkin. Va atammal muqim, kendiki muqim kishi buning farzi 4 rakat bo'lg'achqa 2 rakat to'liqlab o'qiydi. Albatta keyingi 2 rakatda qiroat qilmaydi. Li'annahu baqiya alayhi tamamu salati. Chunki buning 2 rakat to'liqlaydigan namoz qilib qolgan. Shuni qilib 2 rakatni qiraatsiz o'qiydi. Va yustahabbu an yaqula atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Musafir imom 2 rakatdan keyin salom bergandan keyin namozinglarni to'liqlayinglar. Chunki biz musafir qavm deb qo'yishi mustahab. Hakaza nuqila an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Makka fath qilgan chog'da shunda degan. Qala wal 'asi wal muti'u fi ar-rukhasi sawa. Bu vaziyatda namozni qasr qilishda qanday safar bo'lsa qasr qilish ruxsatidan bahramand bo'la oladi dedi. Bu qanday turli safarda namozni qasr qilish ruxsatidan bahramand bo'la oladi degan masala. Yani bu vaziyatda Savri va Abu Savr qatorliqlar mubah safar bo'lsin, ma'siyat safar bo'lib qolsin, hammasida qasr qilsa bo'ladi. U safarda qilishga niyati boshqa, bu ruxsatdan bahramand bo'lishi bu boshqa degan. Imom Ahmadning mazhabida faqat Alloh taologa yaqin qiladigan taat safarlar bo'lib qolsa, masalan haj, umra, jihad, talabul ilm degandek ayni safar taat bo'lib qolsa,
Shuningda qasr qilish ruxsatidan bahramand bo'la oladi musofir kishi. Mubah safar vaqtsa bahramand bo'lmaydi. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat aşında taat safarlam qilgan, şu safarda şu qasrdan bahramand bo'lgan. İmam Malik bilan İmam Şafii'ning mazhabida günah ma'siyat safar bo'lmasa mubah olsun yoki taat safar bo'lib qolsin, qasr qilishdan bahramand bo'la oladi deb qaraydi. Endi Hanifi mazhab nishada aşı boshqa jumhurga raddiya bermoqchi. Wal-asi wal-muti'u fi ar-rukhas sawa. Bular ruxsatdan bahramand bo'lishda o'xshash. Li-itlaqin nusus. Chunki oyat hadislar mutlaq kelgan. Ayirib ma'siyat qiladigan musofir bo'lsa, bunda taat ibodat uchun safar qiladigan musofir bo'lsa, qasr qilishga ruxsat degandek bir ayirish yo'q deydi. Minha aşı nususning jumlasidan Alloh taolaning musozi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Aw ala safarda mutlaq ekeldi. Ala safar ta'atin degandek yo'q deydi. Wa qawluhu fa in khiftum farijalan aw rukbana. Qo'rqib qolsanglardi. Manda safarda qo'rqib qolsang degan gap yo'q. Wa qawluhu fatayammamu tayammum qilinglar dedi. Tayammumdimi ayrıga ahvol yo'q. Yanında qarasanglar hozir avvala safarin deb fatayammamu deb. Faman kana minkum maridan aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamasun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Yana qasr oyatida unda va idza darabtum fil ardi dedi. Safartum degan ma'noda. Ularning shidamo gunoh ma'siyat qilib bormasmi? Ma'sum bo'lmagan ekan. Ayat-dayn oxirida keyingi safni o'qislar. Ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbuda. Bizan ashunda guvoh qo'yash va ashunda jiqishdan bahramand bo'lash shunda nimaga safara ta'a bo'lish kerak degan gap yo'q. Safarda bo'lib qolsanglar dedi. Ishga o'g'irmasdan bir o'g'illikqa manab yerini o'ldirsa, o'lgili qilib qolgan chog'da vasiyat qilib qo'ysa, ishkallanga vasiyat qilsa bo'ldi. Yo'qsa o'g'illik bo'lib ketsa, vasiyatdan bekor deyman. Oyatda musulmondan boshqasini guvoh qilib qo'yishga ruxsat qildi-ku. Sama aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Aw akharan min ghayrikum. Sizlardan emas, kafirdan ishkaydan degan gap. Yani mushu o'xshash nurg'un oyatlar bor. Mushu masal bo'lmasmi, umumiylik safar ahvollarida sizlardan endi bahramand bo'lgan, ruxsatlardan bahramand bo'lgan, ruxsatga erishgan ahvollar bor. وقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها. مشاهد استمع المسافر تطلع umum keltirdi. يمسح المسافر للطاعة degan gap yo'q demakchi. فصار كما إذا أنشأ السفر في مباح ثم نوى المعصية بعده. endi hozir qiyosdan dalil. Bu nimaga o'xshaydi bo'lsa, mubah bir safarga chiqibdi. Bir tijorat qilay, yo sayohat qilay deb chiqib, yo'lda ketib, pul mol o'g'irlashni, bo'lashni niyat qilibdi. Mushu ahvolda qarashchilarmi qasrdan bahramand bo'la oladi deydi. Undan ekan, dastlabdan niyat qilgan bo'lsa, shunga o'xshash deb qaraymiz demakchi. Va amma qawlu ta'ala degan jumhurninki dalili. Jumhurning dalili g'ayra bag'in va la adin degan mushu istisnoni dalil qilgan bo'ladi. La dalil qilgan g'ayra bag'in va la adin degan bu istisno buning ma'nosi g'ayra mutaladdidin fi akliha va la mutajawizin qadra ad-darura. Ya'ni u safarda gunoh qilish niyatida ma'mum bo'lish kerak degan manda mazmunda emas bu. Ash tamoqni yegan chog'da hayotini saqlab qolish uchun uningni huzurlanib yoki hayotini saqlab qolgandek miqdordan oshirib qo'shqin to'yg'izib bunda yeymisan degan gap ma'lum. Va nahnu la naj'alul ma'siyata sababan liruxsa. Biz gunohni bu ruxsatning sababi deb qaramaymiz. Va innama sababu luhuqul mashaqqatin nashi'ati min naql al-aqdami wal harri wal barri va ghayri zalik. Piyoda ruxsatga sabab bo'lgan narsa gunoh ma'siyat emas, yo'l yurishdan naql aqlan degan shu qadam bosish, yo'l yurishdan
havoning sovuqligi, bo'ron chapqon, qayamg'o degandek ashuna asldan keladigan jafo mushaqqat ruxsatga sabab bo'lgan narsa. Wal mahduru ma yujawiruhu min al ma'siya. Biz to'silgan narsa aşı safarda ketib o'tib gunoh ma'siyat qilish, yo'lda ketib o'tib birga qilib qoldigan gunoh ma'siyat cheklangan ish. Fakana safaru min haythu ifadatihi ar-rukhsata mubahan. Ma'anikan safarning o'zi ruxsat etilganligi, jafo mushaqqat bo'lganligi jihatdan bu o'zi bir mubah ish. Lianna dalika mimma yaqbalu al-infisal. Chunki bu ayrib o'tish mumkin bo'lgan narsa. Safarni ayrim, gunoh ma'siyat niyatini ayrim, ikkisini aralashtirib ayrib qarag'ili bo'lgan ishlarning jumlasidan. Qala wa'lam anna al-awtana thalatha. Bilginki vatanlar 3 turlik bo'ldi. Asliyun va yusamma ahliya. Asli muqim turadigan juti. Bu o'zi oila tavobiati, oilasi turadigan joy degan ma'noda. Vatani. Va huwa allazi yastaqiru al-insanu fihi ma'a ahlihi. İnsan o'zining balchaqlari bilan muqim turadigan, ya'ni ko'chib ketmayman deb joylashgan diyori. Va zalika la yabtulu illa bimithlihi. La yabtulu illa bimithlihi degan shu joydan boshqa shaharga butun balchaqlarni elib ko'chib chiqib, ashada muqim turma deb bir yerga makallashsa, mushunga o'xshash bir asli vatanning birisini paydo qildi deb shu chaqdan asliga beka bo'ldi. Va huwa yantaqala ila baladin akhara bi ahlihi bi azmil qarari fihi. Yani yaptulu bi mithlihi degan balchaqlarni olib boshqa bir shaharga yo'tkilib shu joy turma deb qolsa, o'sha Xotandan, Qashqardan, Aqsudan Urumchiga chiqib, uydan birini olib balchaqlarlar o'sha o'tirib, bolalarni o'sha maktabga berib, tijorat ish o'qitishni qilsa, shu vatan asli bo'lib ketdim. Ya ijara o'tasimi shunda. Chunki hozir 20-30 yil ijara o'tirib ketganlar bor. Lekin balchaqlarni olib muqim asha turadigan ish o'qitishda boshqa ketmay asha turadigan holatda bo'lsa, vatan asli bo'ldi. Ala tara annahu sallallohu alayhi vasallam ba'da intiqalihi min Makkah ila al-Madinati samma nafsuhu musafira. Qaramamsan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib chiqib ketgandan keyin o'zini Makkada musafir deb qaradi. Haythu qala fa inna qaumun safrun. Makka bo'lgan chaqda Rasululloh imom bo'lib namoz o'qigandan keyin shunday degan. Ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uy qo'ru joylari muqammagan, tog'lari setib qayzilgan. Undan keyin shunda bir shaharga to'liq ko'chib chiqib qolsa, shu shahar vatan asliga aylanib ketib, burunqisi amaldan qoladi deydi. Va thani vatanu iqamatan, ikkinchi turlik vatan azroq turadigan vatan dedi. Va huwa alladhi yadkhuluhu al-musafiru fa yanwiya an yuqima fihi 15 yawman. Berib 15 kun turish niyat qilgan shaharni vatan iqoma deb ataymiz. Va yabtulu bil asli li'annahu fawqahu. 15 kun turman deb berib, ya shu joyda obdan shakem bu deb o'ylanib, do'konimni tijoratga turib ketaman deb qolsa, bu vatan iqomadir, vatan asliga o'tkilib ketdi. Yoki u shahar 15 kun turman deb bu bo'lmaydigan ekan deb uni tashlab chiqlam, boshqa bir shaharga berib, shu joyda shunda o'ylab, oila qilib, o'tiraqlashib qolsa, bu vatan iqoma shu joyda oyoqlashgan bo'ldi. Ve bil mumatil degan 15 kunlik bu shaharda turman deb berib 15 kunni to'shqizmaylam boshqa bir shaharga o'tkazib ketibman, unda 15 kun turman desa, ma vatan iqomida qilib qilib, yangi bag'on 15 kun turman degan joy vatan iqomiga aylandi dedi. Li tarayanihi alay. Chunki an o'rniga madasi demak. Tarayan degan yangidan paydo bo'ldi. An ustiga madasi demak. Bu vatan iqoma 3-chi bir shulammo beka olib ketdi. Ya'ni bi insha is-safari vatan iqomini tashlab men safarimni davomlashtirib ketaman deb minib ketaversa, 15 kun turman degan joy 4 kun turiblam oldirib ketib qolsa, bu vatan iqomini qilib qoldi dedi. Li munafatihi al-iqoma. Chunki
safarga chiqib kelsa iqomat degan narsa bo'lmaydi. Hani bu da ba'zi bir ishlarni tushunish qulaylashtirish uchun qilgan taqsimot. Bunda taqsim qilmasimi odatda shu yuqori bayon qilgan akamlar yetarli aslida. Shu ba'zi ulamolar vatan asli vatan iqomada vaqtliq 15 kun va undan ko'proq turib qaytib hozir viza saqma 15 kunlik berdi-ku o'zini. Shu Hanafiy mazhabniki ona 15 kun degan mushukninki shu ta'siri. Mesela Türkiye vizası 15 kunlik bera 12 kunlik ya 18 kunlik bera 15 kun degan bir gap bor. Lekin 3-turligida vatan sukna deb Hanafiy bunda vatanni ayirgan ulamolarmi vatan sukna deb ayirmaydiganlar bor. Va salisu vatan sukna 3 kunlik vatan degandek. Vatan deyishim ketmaydi. Va huwa an yuqima al-insanu fi marhalatin aqalla min 15 yawma. Marhala debto fi makanin deymiz. Fi makanin yoki fi g'ayri baldatihi desek to'g'ri bo'ladi. O'zining yurtidan boshqa bir joyda 15 kundan oz turib qolsa bu vatan sukna deyiladi debdi. Va yabtulu bil awwal va thani. Albatta vatan suknani tashlab bilan yurtiga ketib qolsa bo'ldi, bekoldi. Ya kishi dobda ekan deb boshdan o'qib kelsa vatan suknadan vatan asliga aylanib ketdi. Va thani 15 kun turman deb qolsa vatani iqomaga aylanib ketdi. Yani undan 15 kunlik turgan boshqa shagiga ketib qolsa bu amaldan qilib bag'an joyi vatani iqom bo'lib ketdi. Va bimithlihi li tarayanihi alayhi. Yana masalan bir hafta turman deb bag'an joyini 2 kun turib ham tashlab ham boshqa joyga o'tkazsa bu vatan sukna bekolib yana bir bag'an joyi vatan sukna bo'ldi demak. Va bayanu da'fihi adam wujub as-sawm. Anu vatan sukna degan bak ojiz deydi. Vatanninki eng ojiz turi, eng tuvan turi. Buning isboti adam wujubi as-sawm. Cho'qim ro'za tutishing vojib degan gapda ixtiyorlik bor demakchi. Va itmam as-salah. Yani adam wujubi itmam as-salah demak. Namozni cho'qim to'liq o'qishing lozim degan gap yo'q. Endi vatan bo'lib qolsa, endi to'liq o'qish lozim teshunama, ro'za tutish lozim te. Lekin bu eng ojiz deydi. Lekin Hanafiy mazhabidagi ko'pchilik ulamolar 3 ga ayirmay 2 ga ayiradi. Vatan asli, vatan iqomat. Ya'ni qulay tushunish bo'lsin deb paydo qilgan istilohim. Unda ortiq emas. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.